Assalomu alaykum, gurbazorlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Xo'p, ishni boshlab olganmiz. Bugun dushanba. Haftaning birinchi kuni. Bunga akamiz eski netlardan birinchi boshlasam kelishi uchun begarga shunga qilmaydi. Xo'p, ukamiz 3 hafta o'rnatib bilan ovora, ukamiz gaz qo'yish bilan ovora. Bunga Yevropa gaz qo'yapmiz. Italianskiy 3 talik qo'yapmiz. И Nordic reduktorimiz. Ishdan kelib polni italyanskiy Fagumit bo'lgan. Fagumitni haqiqiysi original. Xo'p, akalar, Toshkentda bo'lib to'lash boshlandi. Faqat mashina nomiylarda bo'lsa bo'ldi. Yunusobodda bor, Begobodda bor. Men mana Begobodlik akalar, Yunusobodda bo'ldi, shahar ichida yuradigan akalar Nasiya savdoga oldindan bir sinf to'lamasdan gaz qo'ydirsanglar bo'ladi. Mashinaning farqi yo'q. Mashina faqat nomiylarda bo'lsa bo'ldi. MIBdan qarzinglar bo'lmasa bo'ldi. Telefon nomerlarini qoldiraman. Andijonda va Toshkentda servislarimiz ishlayapti.